Erkak uchun ayolning xiyonatimi? Bu eng og'riqli zarba bo'lsa kerak. Erkakning erkakligini butunlay oyoq osti qilib yuboradigan og'riq shu bo'lsa kerak. Erkaklar ayol xiyonatidan keyin yashamaydi odatda. Chunki erkakning xiyonati bilan ayolning xiyonatining farqi borda. Erkak xiyonat qilib turib ayolini sevishi mumkin. Ya'ni erkak shu uchun xiyonat bu jinsiy yaqinlik xolos. Ayolning xiyonati bu tanlov. Ayol oldin sevib qoladi, u tanlaydi, keyin xiyonat qiladi. Ya'ni xiyonat qilgan ayol o'zi bu erkakdan voz kechgan bo'ladi. Erkaklarda farqi ikki xil. Ayol qalbi bilan oldin qalbini berib, keyin yaqinlik qiladi. Erkak ayolini sevib turib ham xiyonat qilishi mumkin. Ikkalasidan ko'ra ayolniki og'riqliroq, chuqurroq bo'ladi. Erkak uchun ayolning xiyonatimi? Bu eng og'riqli zarba bo'lsa kerak.